judayam ko'p yuzidagi muammo bilan murojaat qiladigan ayollarimiz, asosan yuzlarida dog'i bor ayollarimiz judayam ko'pchilik qiynaladi bu muammodan. Hozir dog'larga ishlovchi kremlar qanaqa yuzga yaxshi tushishi haqida keraklicha tushuntirib o'tishga harakat qilaman. Aksessuarni kremidan boshlasak, bu krema qizlar glow effect beradi. Hamma yuzga, ayniqsa quruq yuzlarga yaxshi tushadi. Bilasizlar, ko'p vitamin C'lik dog'larga ishlovchi kremlar yuzni quritadi. Bu krem unaqa emas, namlantirish xususiyati ham bor. Chunki tarkibida keramidlari bor, tinchlantiruvchi xususiyati ham bor. O'sha quruq, ta'sirchan yuzlarga ham juda ham yaxshi tushuvchi, dog'larga yaxshi ishlovchi kremimiz. Bundan menda ishlatganlardan yaxshi otziv ham bor grupamda. Bemalol kirib ko'rsanglar bo'ladi. Keyin mana bu Melaban kremi. Bu ham xuddi shunaqa. Aytganimdek, ko'p kremlar yuzni quritadi, lekin Meditime brendini Melaban kremi yuzni quritmaydi. Yuzni quritmasdan dog'larga yaxshi yordam beruvchi kremlarimiz hisoblanadi. Buni ko'pchilik biladi, qanaqa yaxshi kremligini. Keyin Medipildan Vitanol kremimiz qizlar. Bu krem shunaqa xususiyati bor, ham oqartiradi, ham ajinlarga. Ham ajinlarim bor, ham dog'larim bor deyuvchi klientlarimga asosan shu krem tavsiya qilaman. Ham dog'larni ochartiradi, ham ajinlar uchun yaxshi yordam beruvchi krem hisoblanadi. Tarkibida 9 xil peptidlari bor va niasinamidi va vitaminlar kompleksi mujassam bu kremda. Keyin bu brendni bilasizlar, penkasini rosa ham sotdim. Endi kremidan va serumidan ham kelgan. Bu ham juda ham dog'larga yaxshi yordam beruvchi krem hisoblanadi. Hamma yuzga, yog'li yuzlarga ham yaxshi tushuvchi krem. Unaqa nima desam, yuzni ozroq quritishi mumkin, lekin nima desam, kechqurun ishlatasizlar buni, kunduzi biron bir yaxshi namlantiruvchi krem bilan ishlasangizlar, unaqa yuzni quritish nimasi bo'lmaydi, lekin yaxshi dog'larga ochartirishga yordam beradi. Tarkibida 5% niasinamidi bor. 12 xil vitaminlari bor, vitamin C'si bor va AHA kislotasi bor bu krem tarkibida qizlar. Keyin yuzi mevasini ekstrakti bor 74%. Plus dog'larga yaxshi yordam beruvchi krem bu ham. Keyin mana bu Meriketdan juda ham ko'p sotganman. Bu krem o'sha juda ham ta'sirchan, yuzlarga ham yaxshi tushuvchi vitamin C'lik krem hisoblanadi. Yog'li yuzlarga ham, quruq yuzlarga ham bir xil tushadi. Yuzni unaqa quritmaydi. Ozroq quritishi mumkin baribir. Aytganimdek, agar quritadigan bo'lsa, shu kunduzi bir yaxshi namlovchi krem uxotlarga qo'shasizlar. Keyin kechqurun buni bemalol ishlasangizlar bo'ladi. Keyin va Godal krem, buni ham shu anchadan beri sotaman. Juda ham yaxshi krem bu ham. Dog'larga, hamma yuzga bir xil tushadi. Teksturasi geloviy bo'ladi. Yog'li yuzlarga ham yaxshi tushadi. Shu aytganimdek, agar bu ham yuzni quritadigan bo'lsa, ko'pchilikning yuzini quritmaydi, hammaning yuzi har xil. Bir nima deyish qiyin. O'shaning uchun ham agar baribir oqartiruvchi vositalar yuz quritadi. Vitamin C ayniqsa yuzni quritishi mumkin. Agar quritsa, kunduzi yoki bu bilan birga yaxshi namlovchi serum qo'shib ishlatasizlar uxotlarga, dog'larga yaxshi yordam beruvchi krem bu ham. Plus hozirda menda shu kremlardan bor, narijada dog'larga ishlovchi. Agar kimgadir dog'larga yaxshi sifatli kremlar kerak bo'lsa, bemalol Telegram gruppamni silkasini qoldiraman. Kirib zakaz bersanglar bo'ladi.